Assalomu alaykum do'stlar, sizlarni navbatdagi videoda ko'rib turganimdan xursandman. Sizlarga va'da qilinganidek, ushbu kanalni obzor qilib ko'rsatib bermoqchiman. Mana kanalimiz nomi Hamburg Tunes deb nomlanadi. Bu 100% 2 da animatsiyaga moslashtirilgan kanal. Bu yerda monetizatsiya yo'qligiga e'tibor bermang. Chunki monetizatsiyani ko'rsatadigan instrumentlar, pluginlar ishlamayapti. To'laqonli ishlamayapti. Buni eng oxirgi, eng yakuniy natijasi shundaki, agar kanal video qo'yayotgan bo'lsa, demak monetizatsiya bor. Mana ko'rib turibsiz, 2 soat oldin, 1 kun oldin, 3 kun oldin. Prosmotrlarni ko'radigan bo'lsak, mana sutkasiga 8 millionga chiqqan. Hozir mana sal tushgan, 4 million 905 millionga tushgan, lekin bu hali o'sish jarayonida. Kanal yangi, 15 kun 15 ta video qo'ygan. Hozir ko'ramiz necha kun bo'lgan? 2 hafta to'g'ri. Mana 15 kun bo'lgan. Deyarli kuniga bitta videodan qo'yib kelyapti mana. Videolarning sifatini ko'radigan bo'lsak, hozir mana qo'ldan kelgancha tahlil qilamiz. Mana ko'rib turibsiz. Jamuncha professional qilinmagan. Bu personajlarni chizish juda oddiy. Reglar ham uncha qiyin emas. Ya'ni suyaklar o'rnatilishi. Ko'pincha bu rasm orqali chizilgan personajlarga ham o'xshab turibdi. Ya'ni PixArt orqali yoki boshqa programmalar orqali chizilib kadr almashinuvi bilan qilinadi. Lekin baribir 2 da animatsiya tipiga to'g'ri keladi. Bolalar mana shunaqa jinnicha professional qilinmagan animatsiyalarni yaxshi ko'rishadi. Mana ko'rib turibsiz. Hech qanaqa azushka yo'q. Orqada fonda muzika bor bo'ldi. Bitta personajni ishlatavergan hamma joyda. Ko'rib turibsiz, agar bu pulga chaqadigan bo'lsak, anchagina yaxshi daromad qilyapti. 8 million boring 5 milliondan qilgan hisoblagan vaqtimizda ham, keling buni 5 milliondan hisoblagan vaqtimizda ham mana bo'lamiz 1000 ga, ko'paytiramiz 0.03 dan hisoblaganimizda ham kuniga 150 dollardan kamida, bu hali kam hisoblaganimizda pul ishlayapti. Mana shu kanal yangi, hali yangi bo'lgani bilan 15 ta video bilan o'zi 126 ming obunachi yig'ib olgan. Hamma videosi bir-biriga o'xshash, bir xil personaj ishlatilgan deyarli. Bu kanalning kelajagi yaxshi. Mana. Bu orqa fonda turibdi, mana soya ochiladi. Qiyin animatsiya emas. Aytmoqchiligim, 2 da animatsiyani o'rganinglar do'stlar, qo'ldan kelganicha YouTube'da bor ma'lumotlardan yoki meni YouTube'ga joylab yurgan darsliklarimdan, ruslardan, inglizlardan bo'lsa ham, bepul variantlari, pullik variantlari bo'lsa ham o'rganish kerak. Chiqqani bilan baribir mana shunaqa sifati past ko'ringan animatsiyalar har doim yaxshi prosmotr oladi. Qanchalik chiroyli professional qilganingiz bilan siz boshqa shunaqa professional qiladigan raqobatchilar bilan raqobat qila olmaysiz. Chunki ularda yanada kuchliroq bo'lishi mumkin. Ko'proq pul bo'lishi mumkin o'sha kanalni ko'tarishga yoki dizaynerlarga qildirishga. Sizda unaqa finans bo'lmasligi mumkin. U bilan raqobat qila olmaysiz. Ya'ni siz qancha sifatli qilsangiz, sizni raqobatdoshingiz ham o'shalar qatoriga kirib qolasiz. Mana shunaqa sal jinnichiroq, sifatsizroq qilsangiz, shularning kategoriyasiga kirasiz va o'shalarning kategoriyasida siz birinchi, ikkinchi bo'lasiz. Shuning uchun 2 da animatsiya bilan shug'ullaninglar, faqat AIga bog'lanib qolmaylik. Qo'l mehnati har doim YouTube'da qadrlangan. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Yana shunaqa formatdagi videolar qiziqarli bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.